O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasidagi siyosatlari va qarorlari natijasida BNB Holding oziq-ovqat, meva-sabzavot, dorivor o'simliklar agroklasterlarini tashkil etish. Mamlakatda ushbu siyosatni yanada qo'llab-quvvatlash yuzasidan amaliy ishlarni yo'lga qo'ydi. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan, ularni sublimatsiya qilish, quritish, shok va akustik usulda muzlatishga ixtisoslashgan BNB Agroplus korxonasi ochildi. Jizzax viloyatining 6 ta tumanida 30 ming gektardan ortiq yerda aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. BNB Agroplus korxonasining ishga tushirilishi BNB Holdingning qishloq xo'jaligi sohasidagi 7 yillik strategik maqsadlarining yakuniy bosqichi hisoblanadi. Dastlabki bosqichda Jizzax viloyatining 6 ta tumanida 30 ming gektarga yaqin yer maydonlarida kontraktatsiya shartnomasi asosida meva-sabzavot yetishtirish yo'lga qo'yildi. Va aynan mana shu qishloq xo'jaligi yetishtirilgan mahsulotlari BNB Energo Agrologistics majmuamiz bor. Aynan o'sha yerda saralangan holda birlamchi saralangandan keyin eksportga, ikkilamchi saralangandan keyin ichki bozorga, shu jumladan mana shu chuqur qayta ishlash yo'naltiriladi. Ushbu bir-biriga chambarchas bog'liq agroiqtisodiy zanjirning umumiy qiymati 1,5 trillion so'mni tashkil etib, mazkur loyiha nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda eng yirik yagona yaxlit tizim ekanligidan dalolat beradi. Va yana bir narsani alohida ta'kidlashni istardim. BNB Agroplus hozirgi korxonamiz ISO sertifikatiga ham ega bo'ldi. Bu o'z navbatida mahsulotimizni Yevropa bozoriga olib chiqishga ham imkoniyatini ochib beradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, holding tarkibidagi BNB Agroplus korxonasida ishlab chiqarishda yuqori samaradorlikka erishish maqsadida korxona hududida tashkil etilgan issiqxonalarda chuqur qayta ishlash uchun eng maqbul bo'lgan sifatli nav ko'chatlari yetishtirilmoqda. Ahamiyatli tomoni shundaki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini urug' va ko'chatidan tortib, to chuqur qayta ishlangan mahsulot tayyor bo'lguniga qadar jarayon to'liq holding nazorati ostida. Bu o'z navbatida hosildor oshirishga, yuqori sifatli chuqur qayta ishlangan mahsulotlarni ishlab chiqarilishiga imkon bermoqda. Mazkur korxonaning umumiy qiymati 40,7 million AQSh dollarini tashkil etib, shundan 16,6 million AQSh dollari O'zsanoat qurilishi bank aksiyadorlik tijorat banki kredit mablag'lari hisobidan, 24,1 million dollari esa holding mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. 10 gektar maydonda barpo etilgan ushbu korxonada Belgiya, Avstriya, Italiya, Turkiya va Xitoy davlatlarining yetakchi kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan zamonaviy uskunalar yordamida yiliga 120 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlari chuqur qayta ishlanadi. Xususan, korxonada meva va sabzavotlarni saqlash, quritish va sublimatsiya qilish, shok hamda akustik usulida muzlatish, pyure, tomat va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Shuningdek, korxonada 1000 tonnadan ortiq mahsulotni muzlatgichda saqlash imkoniyati ham yaratilgan. Loyihaning yana bir e'tiborli tomoni shundaki, bugungi kunda aynan elektr energiyasi bilan ta'minot masalasi barham dolzarb masala bo'lyapti butun dunyoda. Shu boisdan korxonani elektr bilan ta'minlash masalasida ham muqobil energiya manbalaridan, ya'ni quyosh panellarini joriy qilingan va hozir elektr energiyasining 4dan 1 qismi aynan shu quyosh panellari orqali ta'minlanyapti va kelgusidagi 3 yil davomida shuni 100% ga chiqarish ham bor. E'tiborli tomoni shundaki, loyihaning amalga oshirilishi viloyatda eksport hajmining oshishiga, valyuta tushumining ko'payishi, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatish barobarida yangi ish o'rinlari yaratilib, yoshlar va xotin-qizlar bandligi ta'minlanishiga mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur korxona ishga tushirilishi natijasida qo'shimcha 650 doimiy va 2000 dan ortiq mavsumiy ish o'rinlari yaratilmoqda. Umumiy qilib aytganda, holding tomonidan amalga oshirilayotgan yuqori sifatli va xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarish siyosati kelajakda yangi bozorlarga chiqish va O'zbekiston brendini xalqaro darajada tanitish uchun mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.